himoya qilish uchun ko'chirishyapti. Hamma ishingizni yana qaytarishingiz kerak. Ularni to'xtata olasizmi? Siz haqingizda hammasini bilaman. Kompaniya chizmalarini o'g'irlashganiga yarim yil bo'ldi. Siz hech nimaga erisha olmaysiz. Hatto birinchi devordan ham o'ta olmaysiz. Bu yerda qanday to'siq bor? Meni nima to'xtatadi? Minalarmi? Iltimos, ularga aytmang. U bizda. Hududni tekshirib chiqing. Tepalik etagida qumloq yo'l bor. O'sha yerdan keting. Eringiz. Keting. U sizga yordam bermaydi. Bu yordam beradi. Lincoln, yana qo'ng'iroq qil. Lin, qo'ng'iroq qil. Lin, qo'ng'iroq qil. Michael sizlarga nima deydi? Bu umuman uni ixtisosligi emas. Bekorga vaqt yo'qotyapmiz. Sizlarga mutaxassis fikrini aytdim. Nima gap? Fernando, menga ishonmaysanmi? Ishonish kerakmi? Hammamizga bitta narsa kerak. Stilla. Bunaqa ahmoqona paqildoqlar meni to'xtata olmaydi. Yoki sapyorlarni chaqiramizmi? Men sizlarga katta yordam bermoqchiman. Agar bu matoh men titkilayotganda portlasa, u oyog'idan ayriladi. Men esa yuzimdan. Tashvishlama, Fernando. Meni qo'lim qattiq. Chuqur nafas ol. Og'irlik markazini o'zgartirma. Xo'pmi? Biroz suril. Ohista. Juda ohista. Chapga 1 diyumga. Yo'q, eplolmayman, yo'q. Hammasi yaxshi. Ulardan xabari yo'qmi? Minani zararsizlantirish kerak. Menda kalit bor. Chizma uchun afsona. Buni senga Baker berdimi? Yo'q, xotini Bekerning yoniga kompaniyadan kelishdi. Ha, endi oydinlashyapti. Bu 3 ta rams sifon emas. Ular mikrofon. V harfi esa vakuum mas generator. Yuzasidan 1 santimetr tepada JZ 33 minalari o'rnatilgan. Tashqi devordan taxminan 2 metr uzoqda. Link shuni aytgan bo'lsa kerak. U yerda faqat qo'l bilan boshqarish kerakligi aytilgan. JZ 33 ni boshqa yo'l bilan zararsizlantirishga urinish avtomatik ravishda trevoga signalini yoqadi. Bu oddiy mina emas. Bu signalizatsiya ekan. Jin ursin. Biz tun bo'yi bu yerda o'tira olmaymiz. Xo'sh. Tayyormisan? Bu Link. Nima qilishni bilasizlar? Nima qilyapsan? Link. Sucre. To'xta. Qimirlama. Uni signalizatsiyani yoqmay zararsizlantirib bo'lmaydi. Ya'ni men portlayman, shundaymi? Yo'q. Qo'l bilan boshqarish mumkin. Men elektrni uzaman. Sen esa minadan qochishing mumkin. Bularni qayerdan bilasan? Men David Bakerni topdim. Sucre, oyog'ingni ol.
Hammasi yaxshi. 20 soniya vaqting bor. Bo'l. Olmayman. Olasan. Michael bilan hammasini aniqladik. Tez oyog'ingni ol. Yo'q, boringlar. Hamma halok bo'lmasin. O'zim to'g'rilayman. Bugun hech kim o'lmaydi. Oyog'ingni ol. Oyog'ingni ol. Bu devor orqasida nima? Silla. Qachon aniq bo'ladi? Doktor istagan paytda qo'ng'iroq qilishi mumkin. Bugun yoningizda bo'lmaganim uchun uzr. Tashvishlanma. Bugun Gretfenga qarab undan foydalansa bo'ladi deb o'yladim. 6-kalit haqida so'radim. U nima dedi? Aniqlayapti. Tuzaymisan? Hozir aeroportga ketyapmiz. Bretni jasadini onasiga jo'natamiz. Narsalari shu yerda. Qayerda u? Shu yerda. Onasi minnatdor bo'ladi. Mrs. Belloc, men Fernando Sucreman. Bugun juda yaxshi ishlading. Do'sting o'lgani chakki bo'pti. Lekin bu juda xayrli. Jinoyatchilar bilan ixtiyoriy ishlash. Ular ham bizga o'xshagan odam. Mana bu kotibamizning tavsiyanomasi. Rahmat. Xayrli oqshom, Cole. Sizga ham. Alo? Alo? Ha. Yaxshi. Rahmat. Ancha yoqimsiz yo'l bilan aniqlaganimizdek perimetr bo'ylab elektron signalizatsiya o'rnatilgan. Eng yomoni bu Stilla himoyasining eng sodda tarmog'i. Devor po'lat tolalar bilan mustahkamlangan. Yaxshi yangilik shuki, u yerda kameralar yo'q. Kompaniyaga Stillaning mavjudligiga dalillar kerak emas. Yomon yangilik esa
Bu va bu yerda mikrofonlar va vazn datchiklari bor. Ular soqchilarni vazni 1 kilodan ortiq har qanday mavjudotning kirganidan xabardor qiladi. Anglashimcha, eng avvalo devordan oshib o'tish kerak. Keyin esa poldan qanday o'tishni o'ylaymiz. Tegmasdan, jimlikda. Ha, bu qiyin. Lekin bu haqda o'ylayapman. Bellikning o'limi bekor bo'lmaydi. Uddalay olishimiz mumkin. Nevrolog qo'ng'iroq qildi. Gipotalamus gematomasi ekan. Kam uchraydigan kasallik, tug'ma bo'lsa kerak. Vaziyat o'zgarib, o'simta o'sa boshlabdi. Hamma belgilar shuni oqibatida. Vrach operatsiya qilish kerak deyapti. 2 kun. Menga atiga 2 kun kerak, Sara. Yo'q, ertaga. Aks holda o'lishi mumkin. Boshqa chora yo'q.